Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hozir kotyolimiz ishlamayotgan ekan, shuni ko'rishga kelgandik. Mana bu ahvol. Kotyolda давление bo'lmagan, расширение bak ishlamayapti, ichida dam yo'q. Shuning uchun kotyol ishlamayotgandi. Давление berib kotyolni yoqdik, ishlab turibdi, faqatgina gaz ko'p kelib turibdi va kotyolni profilaktika qilish kerak polностью. Mana changlardan tozalab, yoki chang kotyolda turmasligi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin bunaqa ahvolda. Mana turbina bilan garelkani yechib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bularni ham polностью чистка qilib, joyiga o'rnatib, reduktorning давлениясini нормальный qilib, keyin yoqamiz. Mana xullas yurtdoshlar, чисткamizni bo'ldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldin qanaqa holatda edi, hozir qanaqa holatda. Mana garelkasini ham tozaladik, yaxshilab, yaxshigina chang yig'ilgan ekan. Mana turbinasini ham tozaladik. Aylanishlari yaxshi. Расширительный bakida dam yo'q ekan, dam soldik. 1,5 bar qilib qo'ydik. Mana ko'rganlaringizdek, датчик ионизация, свечи зажигания yaxshi holatga keldi. Endi hozir yig'ib, yoqib ko'rsataman. Gazini ham regulirovka qilamiz. Mana aziz yurtdoshlar, profilaktikamiz oxiriga yetdi. Mana hozir maksimalniy ish rejimiga kirdi kotyolimiz. Hozir mana reduktor orqali regulirovka qilib 15-20 millibar atrof qo'ydik. Hozir o'tishini tekshiramiz. Mana bu yerimizda o'tishcha bor. Ko'rishingiz mumkin. Buni albatta ustranit qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu soedineniyaning mana bu tepasida ham bor, ikkita joyda. Mana pastlarini ko'rishingiz mumkin, pastlarida yo'q. Mana kotyolning tagida ham yo'q. Gazovoy klapani ko'ramiz. Mana bu yerda ham yo'q. Tepasini ko'ramiz. Bu yerda ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda, mana shu yerda bor. Mana buni hozir ochib qaytadan kuzatamiz. Kotyolimiz ajoyib yonib ishlayapti. Videomiz kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib o'tishni unutmang. Bunda savollar bo'lsa, albatta qo'ldamay javob berishga harakat qilaman.